Assalomu alaykum. YouTube kanalining a'zolari barchaga xayrli kech. Hamma o'tayotgan kunlar xayrli o'tsin. Hammamizga omad, oilalarimizga barakot ato etsin. Bugungi video murojaatimiz Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya davlatlariga qurilish qo'mitasiga video murojaatimizdan maqsad juda ko'p insonlar qurilish maqsadida, ishlash maqsadida qurilish sohasiga ishlash uchun borayotgan insonlardan juda ko'p nimalar tushyapti. Shikoyatlar tushyapti. Iloji bo'lsa mana shu qurilish qo'mitasidagi mutasaddilardan so'rab qolamiz. Mana shu qurilish qo'mitasidagi insonlar juda ko'p kishi aytyapti, borib pulimni ololmadim, ishladim, pulimni berishmadi degan ko'p gaplar eshitilyapti. O'zlaring mana shu insonlarga bee'tibor qoldirmasdan shunaqa narsalar nazoratga olishlarini so'rab qolaman. Jonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Iloji bo'lsa mana shu chet elda yurgan, ishlash maqsadida yurgan insonlarga o'zlaring nazoratga olishlarini so'rab qolaman. Jonlaring sog' bo'lsin. Ilohim avvalo O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Yaxshi mana shu O'zbekistondanman. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Bizga shuncha sharoitlar yetkazib berayotgan. Jonlar omon bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Yana bir bor podpiska, like ayamanglar. Jonlaring sog' bo'lsin. Video maksimum tarqatamiz.